Salom, do'stlar. Yevropada ishlashni xohlaysizmi? Bugun biz Fransiyada mavsumiy ish izlash bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni taqdim etamiz. Keling, birgalikda yangi imkoniyatlarga qadam qo'yamiz. Fransiyada mavsumiy ish saytlari. Fransiyada ish izlash uchun quyidagi saytlar juda foydali. Polyemploy, Fransiyaning davlat ish agentligi, ish o'rinlari va mavsumiy ishlar bo'yicha ma'lumotlar taqdim etadi. Indeed.fr, turli sohalarda ish o'rinlari bo'yicha keng qamrovli platforma. Monster.fr, ish izlovchilar uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi. Jobtiaser, talabalar va yangi bitiruvchilar uchun mo'ljallangan ish o'rinlari. Agentliklar. Fransiyada ishga joylashish uchun quyidagi agentliklar bilan bog'lanishingiz mumkin. EURES, Yevropa ish joylari tarmog'i Fransiyada ish izlovchilar uchun yordam beradi. Local Employment Offices, mahalliy ishga joylashish ofislari ish izlovchilarga yordam beradi. Talablar. Fransiyada mavsumiy ish uchun quyidagi talablar mavjud. Til bilimi, fransuz tilini bilish talab etiladi. Ingliz tilini bilish ham foydali bo'lishi mumkin. Tajriba, ba'zi ishlar uchun tajriba talab qilinishi mumkin, lekin ko'plab mavsumiy ishlar uchun tajriba shart emas. Yosh, mavsumiy ishlar ko'pincha 18 yoshdan oshgan shaxslarga mo'ljallangan. Viza va hujjatlar. Fransiyada ishlash uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Ish viza. Agar siz Fransiyada 90 kundan ko'proq ishlashni rejalashtirsangiz, ish vizasi olish kerak. Pasport, amalga oshirilgan pasport. Ish taklifi, ish beruvchidan olingan taklifnoma. Tibbiy sug'urta, Fransiyada yashash va ishlash uchun tibbiy sug'urta talab qilinadi. Viza to'lovi. Viza to'lovi mamlakatga va viza turiga qarab farq qiladi. Odatda ish vizasi uchun to'lov 100–200 euro atrofida bo'lishi mumkin. To'lovlar haqida aniq ma'lumotni Fransiya konsullik saytlaridan olish mumkin. Yotoqxonalari. Fransiyada ishlash uchun yotoq joylari haqida ma'lumot. Ish beruvchilar tomonidan taqdim etiladigan yotoq. Ko'plab ish beruvchilar mavsumiy ishchilar uchun yotoq joylarini taqdim etadi. Ijaraga olish. Yotoqxonalarni ijaraga olish uchun mahalliy e'lonlar saytlaridan foydalanishingiz mumkin, masalan, Le Bon Temps.fr. Hostellar. Fransiyada ko'plab hostellar mavjud. Ular arzon narxlarda turar joy taklif qiladi. Xulosa. Fransiyada mavsumiy ish izlash jarayoni oson bo'lishi mumkin, agar siz kerakli ma'lumotlarga ega bo'lsangiz. Ish beruvchilar, agentliklar va ish joylari haqida to'liq ma'lumot olish muvaffaqiyatli ish topishingizga yordam beradi. Agar sizda qo'shimcha savollar bo'lsa, izohlarda yozing.